Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Ankara'da ötküzülgən mühim yığında Uyğur muhacirləri üçün konkret layihə sunuldu. 18 dekabr Xalqaralıq Köçmənlər Günü münasibəti bilan Ankara'da Türkiye İçki İşlər Ministerliyi və Köçmənlik və Muhacirat Vakfı'nın həmkarlığında Köçmənlik, Muhacirat və Diplomatiya başlıqlar yığını uyuşturuldu. Uyğurlarga vakaleten Türkiye Radyo Televiziya Organı Uyğurca bölümünün xadimi, jurnalist Mirkamiljan Kaşğari və Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdusalam Taklimakan təklif bilan yığınğa qatnaşdı. Yığınğa Türkiye Muavin İçki İşlər Ministeri Bülent Turan, Aile ve İctimai Mülazimet Ministerliğinin Muavin Ministeri Leman Yenigün ve bir kısım yuqori derecelik stratejiya mutaxassisleri teşkilat məsulları iştirak qildi. Jurnalist Mirkamiljan Kaşğari'nin bildirişçe, o mazkur minbarda Uyg'urlarni panohlanuvchilikdan iborat passiv salohiyatdan chiqarib, Turkiyaning kelajagidagi aktiv omilga aylantirish tasavvurini o'z ichiga olgan 6 moddalik strategik islohot loyihasini sungan. Mazkur takliflar bo'lsa, Uyg'urlarning fuqarolik masalasida duch kelgan jinoiy ishlar xotirasi, tug'ilganlik isboti, to'y xati deganga o'xshash turli hujjat material qiyinchiligini hal qilish, Uyg'urlarning fuqarolik iltimosining to'nglatilishi, aniqsizligi qatorliq masalalarga xotima berish, G87 kodlari va soqchixonaga imzoga berish avarichiligini tugutish, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan davlat halqigan bostirishlarga qarshi strategik uchur eg'izi va raqamlik aloqa qalqini qurib chiqish, taratqularda siyosatdan ustun bir til barpo qilish va Turkiya Radio Televiziya nazoratchilik idorasi tarafidan taratqu axloq xitobnomasi e'lon qilinish, Sharq Turkistonliklar uchun alohida qarindoshlik qonuni chiqarish qatorliqlar ekan. Təklifdə Türkiyədəki Uyğurlar duch kelayotgan məsələlər və onun nachar ta'sirlari təfsili bayon qilinib qolmay, yana konkret hal qilish choralarimi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Tayvanga tarixdagi eng zo'r ko'lamlik qurol-yarog' setish qarorini tasdiqladi. Xitoyning Tayvan bo'g'oziga qaratgan tahdidlari borgan sari kuchayayotgan bir vaziyatda Amerika hukumati Tayvanga tarixdagi eng zo'r so'mmalik qurol-yarog' setib berish qarorini tasdiqladi. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 17 dekabr Tayvanga qimmati 11 milliard 100 million dollarga yetadigan qurol-yarog' setib berish qarorini tasdiqlagan. Amerika prezidenti Donald Trump 18 dekabr qarorga imzo qo'yib, rasmiy kuchga ega qilgan. Bu qatimliq setish programmasi HIMARS uzun masofalik nishonga dal zarba berish sistemasini davomlashtirib setib olish, Bronevikga qarshi uchquchsiz apparat raketa sistemasi qatorliq 8 turdan tashkil topadi ekan. Prezident Trumpning Xi Jinping bilan bir qism kelishimlarni hosil qilishi, Amerikaning Tayvan prezidenti Lei Chingdoning Nyu-Yorkka kirishiga ruxsat qilmaganligi haqida bir qism xabarlarning tarqalishi qatorliq sabablar tufaylidan Trump hukumatining Tayvanga qarata maydoni diqqat qo'zg'ayotgan bo'lib, mutaxassislar bu qatimliq qurol-yarog' setib berish qarorining bu vaqtdagi andishalarni pasaytirganligini bildirgan. Amerika hukumati bayonotlarida bu qatimliq qurol-yarog' setish qarorining Amerikaning davlat bexatarlik manfaatiga uyg'un ekanligini, Tayvanning ishonchlik mudofaa iqtidorini saqlashiga yordam beradiganligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tunugun bu vaqtdagi savolga javob berib, Amerikaning Tayvanga keng ko'lamda qurol-yarog' setish qarorining Xitoyning ichki ishlariga oshkora aralashish hisoblanadiganligi, Tayvan bo'g'ozidagi tinchlik va muqimlikqa og'ir darajada ziyon soladiganligi, Tayvanni qurollantiradigan har qanday harakatning og'ir oqibatlarini elib keladiganligi haqida jar soldi. Rossiya bilan Ukraina yuzlagan askarning jasadlarini almashtirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi Rossiyaning 1000 dan ortiq Ukraina askarining jasadini Ukrainaga qaytarib berganligini, Ukrainaning 26 Rossiya askarining jasadini Rossiyaga topshirib berganligini dalilladi. Rossiya bilan Ukraina bu yilning boshlarida Istanbulda o'tkazilgan tinchlik suhbatlarida hosil qilingan kelishimlarni amaliyalashtirib, urushda hayotidan ayrilgan askarlarning jasadlarini yana bir qatim keng ko'lamlik almashtirgan.
Ukraina urush asirlariga muomala qilishni moslashtirish markazi 1003 Ukraina askarining jasadini topshirib olganligini dalillangan. Ikki davlat o'rtasidagi urush 4-yilga qadam qo'ygan bir paytda elib berilgan bu jasad almashtirish bosqichi har ikki tarafning bu bosqichdagi borgan sari zo'rayotgan talobatlarini oshkorlamoqda. Ukrainaning bu vaqtdagi bayonotida Rossiyaga qancha jasadning qaytarib berilganligi qayd qilinmagan bo'lsa-mu, ammo ikki taraf tangli bu harakatni Istanbulda qaror qilingan insonparvarlik yordam planining bir qismi deb atagan. Navbatda Ukraina Rossiya urushini oxirlashtirish uchun Amerika va Yevropa ittifoqining harakatlari davomlashayotgan bo'lib, Yevropa ittifoqi rahbarlari bir yo'silda o'tkazilgan yig'inida to'nglatilgan Rossiya mulkidan foydalanish plani o'rtaq fikrga kelolmaganligi sababli amaldan qolgan. Uning o'rniga Ukrainaning yiqilishib qolgan xomchot qizil raqamini to'liqlashga yordam berish uchun 90 milliard yevro qarz berish masalasida kelishim hosil qilingan. Yevropa Kengashining raisi Antonio Costa bu yordam planining Ukrainani o'zini qo'g'dash va Ukraina xalqini qo'llash uchun zarur bo'lgan vositalar bilan ta'minlaydiganligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.